Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Biz esa yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Koreyaning mashhur Samsung kompaniyasi o'zbekistonliklarni ishga taklif qilmoqda. Maosh $1720. O'zbekistonliklar Koreyaning mashhur zavodiga yuqori maosh evaziga ishga taklif qilinmoqda. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Unda aytilishicha, qonunchilikda muvofiq tegishli litsenziya asosida faoliyat yuritayotgan Workmal xususiy bandlik agentligi mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan ish o'rinlari uchun tanlov e'lon qildi. Koreyaning eng yirik og'ir sanoat kompaniyasi Samsung kinosozlik zavodi elektriklarni ishga taklif qilmoqda. Ish o'rinlari 139 ta, eng kam ish haqi $1720. Endi nomzodlarga qanday talablar bor? Quyidagi yo'nalishlardan birida bakalavr yoki undan yuqori darajadagi diplom, elektr energetika, elektr texnikasi, elektr mexanika va elektr texnologiyalari yo'nalishlari 22 yoshdan 35 yosh oralig'ida bo'lishi kerak. 1 yildan ortiq ish tajribasi va sudlanmagan bo'lishlari kerak. Tanlov 4-7 aprel kunlari Samsung kinosozlik zavodi vakillari tomonidan o'tkaziladi. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan dastlabki 40 nafar nomzod joriy yilning iyun oyida Koreyaga jo'nab ketadi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda 2018-2020 yillarda aholi daromadining 16% migrantlar ulushiga to'g'ri kelgan. Chet ellarda ishlayotgan yurtdoshlar har yili O'zbekistonga 12-15 milliard dollar jo'natadi. Xorijiy ish beruvchilar tomonidan taklif qilinayotgan ish o'rinlari haqidagi barcha ma'lumotlar Migratsiya agentligining elektron platformasi, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ochiq e'lon qilib boriladi. Agentlikning elektron platformasida fuqarolarga o'zining rezyumesini shakllantirish va joylashtirish hamda e'lon qilingan ish o'rinlari bo'yicha tanlovlarda erkin ishtirok etish imkoniyati yaratiladi. Vaqtincha mehnat faoliyatiga chiqib ketayotgan fuqarolarga Migratsiya jamg'armasi hisobidan 10 million so'mgacha 2 yil muddatda mikrokreditlar ajratiladi.